alifboda 26 ta harf bor. Ulardan 21tasi undosh va 5tasi unli. Ular A, E, I, O and U. Biz ularda A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bu yerda undosh ham, unli ham bitta harf bor. U o'zbek tilidagi Y harfi Y deb nomlanadi. Biz unga urg'u berib aytishimiz kerak harflar bilan. Masalan, A, B deb. Shunday qilib aytsak, biz ovozimiz yaxshi chiqadi va harflar o'qishimiz yaxshiroq chiqishi mumkin.